Tyson, 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 Tyson. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka ukalar. Hozir shu bugungi beradigan, shu bugungi emas, hamisha beradigan narsalarimni ko'rsatib o'taman. Xullas kalom, kecha bitta ukamizmi, akamizmi telefon qo'ng'irog'ida Farqat aka, bu sizni xo'rozlaringizni yuzlari qip-qizil bo'lib yuradi postoyanni. Qanday o'qil qilasiz, qanday dori qilasiz degan nimani bildirib qo'ydi-da. Xullas kalom, aka ukalar, tabiiy vitaminlarga e'tiborli bo'lsangiz, bu shart emas. Kalsiy moddalari xullas yaylovlarga qo'yib tursangiz hammasi cho'tki bo'ladi. Shu berib turgan ozuqalarimni ko'rsatib o'taman, ertaga ko'rasan degan nima qilib qo'ydim. Tomosha qilib olamiz, beradigan narsalar. Shu narsalarga e'tiborli bo'lib yursangiz, parandalar xudo xolasa qip-qizil chiroyli bo'lib yuraveradi. Akalar, ukalar, masalan, trikalsiy moddasini yemlariga, masalan, men ko'pincha mana bu sabziga qo'shib beraman, trikalsiy. Mana shu narsalardan berib turish kerak. Mana bunaqa kukun holida bo'ladi-da bu. Mana bunaqa kukun holida bo'ladi. Kunlik ratsionida masalan shu 2 qoshiq yetadi shu. Buni bo'lsa masalan bu Premix'ler deb aytiladi. Masalan, vitamin komplekslar. Buni masalan tug'adigan parrandalarimizga 3 oy 4 oylik jo'jalarimizga ham beraversak bo'ladi. Bu ham shu trikalsiy, bu ham zapas olinib turibdi. Endi bunaqa narsalar aka ukalar bu veterinar aptekalarimizda ko'p. Buni hammasi ham ishlamaydi aka ukalar. Farshivkalari bor. Endi nima deydi? Hozir shunday bo'lib ketdi. Odam aptekasida bu shunday yomon narsalar bo'lib turibdi. Odam aptekalarida bir farshiviy dorilar chiqib turibdi. Har xil, masalan, endi veterinariyani aytmay qo'yaveramiz. Shuning uchun bitta aynan mana shundan topsangiz masalan yoki bo'lmasa ishlatib ko'rib har qanday Premix bo'lsa ham effektini bilish kerak-da, effektini bilsa. Mana hozir 2 qoshiq trikalsiy soldik, mana. O'zi yo'q bo'lib ketdi bu bilinmasdan. Yaxshilab aralashtirishimiz kerak-da. Nega deganda shu jo'jalarimiz yeganda hammasiga bir xili taqsimlanadi. Endi kecha bitta ukamiz bilan gaplashib qoldik-da. Farqat aka, sizni postoyanli muxlisingizman. Sizni xo'rozlaringiz postoyanli yuzlari qip-qizil bo'lib turadi. Bu nimadan? degan nima bo'ldi-da. Hozir shu berib turgan narsalarimni bir ko'rsatib o'taman. Unda endi lishli narsa yo'q, tabiiy narsalar menda ko'pincha. Aka ukalar, shu tabiiy vitaminlarga e'tiborli bo'laversak, mana masalan oldida mana shu beda turibdi mana. Mana shu beda, ozgina sabzi yeb yursa, ana sabzini ham berdik, xalaqanni yeyaveradi. Bu aka ukalar haligi 11 minglik makoni bu. Buni otasi Tojikistonda toy yutgan, 5 mingdan o'ynab, $5000 o'ynagan, keyin yana plus toy yutganda Tojikistonda. Onasi 11 minglikda. Bu mana bu jo'ja Vyetnamdan kelgan. Mana aka ukalar, mana shu narsalarni har kuni yeb yursa xo'roz. Endi haligi ukamizmi, akamizmi aytadi-da, shunda sizniki deydi, bilmayman, bizlarniki yuzi qip-qizil bo'lmaydi, sizniki
xo'rozlarimiz hammasi qip-qizil. Masalan, mana ak jo'xori, bug'doy ham berib turish kerak. Bug'doy berib tursangiz tuloviga yaxshi bo'ladi aka-ukalar. Yaxshi tez tulashiga yordam beradi bug'doy. Mana ikki jo'xori, xullasda mana shu narsalarni berib tursangiz, yaylovda yursa, hammasi chotki bo'laveradi. Mana Xorazm Samarqanddan kelgan, mana kelgan vaqtda buni muxlislarimiz biladi. Mana hali bor bunda yana tulovi bor. Hali xudo xolasa juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu har kuni yeydigan narsalari mana bulardir shu. Mana shu asosiy. Endi bundan keyin xudo xolasa qish kelsa, akalar ukalar, masalan beda topilmoqchi mumkin. Ben şu undirilgan narsalarni beraman. Masalan, undirilgan bug'doy, undirilgan mosh, undirilgan makka jo'xori, bu ham juda ham zo'r. Mana shuni yeb yursa, qizartiradiganim mana shu aka-ukalar. Siz bir sinab ko'ring, endi birdaniga bildirmaydi. Bu 20 kun, 25 kun muntazam mana shu sabzi bilan bedani yeb yursa, basharalari mana qip-qizil bo'lib ketadi. Chotki bo'ladi. Hali bunda ham uncha emas, bu hali bor bunda hali modda yetishmovchilik. Yani tulovda bu hali dumlari chiqmagan. Xullas kalom. Mana o ikkita mekan ham mana Samarkandskiy bu. Bu ham o'ta yomon narsa. Mana aka-ukalar hammasi men yoki bir buni bir video ishlash uchun tayyorlamayman da men. Mana beda masalan, mana beda tayyorlab qo'yibman, chopib qarshi hammasida bor mana, hammasida mana odlarda bor. Beda, makka jo'xori. Bunga ham hozir beramiz. Aka-ukalar, oq makonni o'zgartirdim. Taysonga nokdaunchi qo'shdim. Oq makonni bunga qo'shdim. Bunga ham bitta nokdaunchi qo'shildi. Xullas o'zgartirdik. Planlar o'zgardi. Bu xo'roz o'ng tarafi ko'r xo'roz. Bu xo'roz 8 ta yutgan aka-ukalar. 8 marta yutgan, şu 4 kilo 700 da uruşkan. 5 marta ko'zi yaxshi payt yutgan. 3tasida shu ko'zi ko'r holatda yutgan. 8 marta davrada yutgan, haqiqiy davrada. Endi o'zi aslida 17 ta yutgan. Aka-ukalar. Realniy narsa, xudo xolasa hali bularni birinchi o'zim olib qolaman keragicha. Brachkalarimiz bor. Qiyomatlik. Endi ularga qarasa, bu Farhod aka jo'jalarni bekor chiqilmang bittasini ham deb turibdi. Xullas ko'ramiz. Bu dishli bo'lsa baribir sotamiz. Birinchi o'zlarimizga olamizda buni zotidan.
qayerda degan so'ragan qiziqqan odamlar bo'lishi mumkin. Bu o'zlarimizda yutgan, Nukusda yutgan. Ko'p o'yinlarni Nukus, Qoraqalpog'iston Nukusda yutgan. Kim o'ynagan deb qiziqsangizlar, Mahkam degan brachkamiz bor. Ana shu davraga chiqarib o'ynab yutgan bu narsani. Mahkam o'zing ham ko'rib turgan bo'lsam, bir like bosib fikringni aytib qo'yasan, isbotlab. Umring uzoq bo'lsin. Endi aka-ukalar, bu Taysonning yanında oq makan turgan edi. Menga bitta naqdonchi qo'shdim. Nimaga deganda, Chubatovning yanida 3 ta makan turgan edi-da. Jo'jalari yaxshi chiqmadi. Bosmadimi, bostirmadimi makanlar. Shunga endi bitta qo'ydim. Uzog'i 2 tadan qo'ydim makanlarni. Bu tuxumi yaxshi chiqishi uchun. Taysonga mana bitta naqdonchi qo'shdik. Bu Tayson ham 6 marta yutgan aka-ukalar. Xullas kelam mana shunaqa gaplar. Shuning uchun tabiiy vitaminlarni e'tiborli bo'lamiz aka-ukalar. Mana men yana bitta aytaman, bu videoga olish uchun nima qilganim yo'q. Mana sabzi, beda, mana bu yerda turtdi qarshi. Mana bu jo'jalarni doni tayyorlanib qo'yilgan. Mana Oqjo'xori, mana bu yerda masalan qarshi berilaveradi. Mana Makkajo'xori, mana berla degan dollar. Mana tulab turgan narsaga bug'doy ham berish kerak. Mana bug'doy. Mana bu spes-korum bu ozgina qo'shiladi. Mana aka-ukalar. Mana shu narsalarni berib yursangiz qip-qizil bo'laveradi xo'rozingiz. Lekin birdaniga bildirmaydi. Bu kamida shu 20-25 kun muntazam mana shu narsalarni har kuni iste'mol qilib tursa, yaylovlarga qo'yib tursangiz qip-qizil bo'laveradi xo'roz degan. Endi yana eslatib o'taman, bu narsalar tajribadan 100% o'tgan. Qish oylari kelsa aka-ukalar, shu bug'doy, makkajo'xori, mosh undirib beraverasiz. Tayson. Mana Taysonga naqdonchi qo'shildi aka-ukalar. Bunga. Xudo xolasa buyog'i jo'jalar shundan ketadi. Mana bu endi 8 ta yutgan deyveramiz buni, 8 ta. Ko'p negativchilar ham chiqadi. Bu 8 ta yutgan. Koreyadan $60 tuxumi kelib ochirilgan makan. Mana bu naqdonchi tulak makan bu. Bitta naqdonchi, bitta Koreyadan kelganni qo'shdik buni. Xudo xolasa. Akalar, ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shular. Sog' salomat bo'lasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Parranda boqadigan bo'lsangiz bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Telegram guruhimiz bor, bu yer ham foydali. Silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Akalar, ukalar, like'larni kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.